$1,000 ikki xonalik novostroyga kirpishli dom gap bo'lishi mumkin emas. Kuxunni studiya европейский qilgan, mana shu kuxunni rakmeni gaz plita vitishga mashinga stralniy mashina xolodilnikni joyiga qo'yib turgan. Bu yerda konturli kotyolimiz bor. Mana bu yerga o'tirib yeydigan zal hisobida mashina ishlatsangiz bo'ladi. Televizor zona. Mana shu dizayn 2025-yil so'nggi dizaynda remont qilgan. Mana shu bitta xonasi kuxunni studiya. Mana bu ikkinchi xonasi axiyati. İkinci xonasi, mana shu katalog uchun yotoqxona, 9 panelli va mana shu mebellarni mana shu dahshatidan qilgan akamiz. Trezasi bor. Har bitta xonaga trezasi bor. Mana shu televizor zonani ham dahshat qilgan. Mana shu dahshat narsa. Kimga agar mana shu xona qiziq bo'lsa, bizga pastda nomer qoldiramiz. Simoshni aloqa chiqinglar. Chunki 41 ga bunaqa xona har kuni ham chiqavermaydi. Novostroyda. Operator, mana shu xonamiz bitta 108 kvadratli xonani akam olib ikkiga bo'lgan. Bittasi 40 kvadrat, yonidagisi 3 xonalik 68 kvadrat. Kim xohlasa men alohida bittasini olaman desa, kadastrni alohida qilib beraman derdi. Yo'q, men ekonni bitta qilib olaman desangiz agar, ikkita aka ukalarga mana shu bitta xonasi bo'ladi, 2 xonalik, yana yonida 3 xonalik 68 kvadratdan bor. Kim xohlasa alohida qilib olsin. Pastdan olmay qoldiramiz, so'rashni aloqa chiqinglar. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun patsasa tugmasini bosib qo'yinglar, ketinglar.